Raqobat qo'mitasi hamda German Sparkassen Stiftung for International Cooperation tashkiloti bilan hamkorlikda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish kabi dolzarb mavzuda o'quv-amaliy seminar o'tkazildi. Navbatdagi lavhada muxbirimiz Dovudxon G'ulomjonov ushbu seminar tafsilotlari haqida batafsil so'z yuritadi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi hamda Germaniya tashkiloti bilan hamkorlikda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish kabi dolzarb mavzuda o'tkazilgan o'quv-amaliy seminarda bir nechta masalalar muhokama qilindi. Misol tariqasida oddiy iste'molchi nimadir mahsulot sotib olgan, o'sha mahsulot sifatsiz chiqqan yoki bo'lmasa xonadoniga suyultirilgan gaz ballon vaqtida yetkazib berilmagan yoki maishiy chiqindilar vaqtida olib ketilmagan, o'sha holatlar bo'yicha o'sha tegishli davlat organlarini ham jalb qilgan holatda seminar tashkil qilindi va seminarda Raqobat qo'mitasi hududiy boshqarmalarini mutaxassislari ham jalb qilinib, o'sha aholini qiynayotgan muammolar va ularning yechimi kelgusida qanaqangi bir tizimli ishlar tashkil qilinishi va aholini murojaatlarini bartaraf qilishda qanday yondashuv asosida bartaraf qilinadi, o'shalar muhokama qilindi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad qo'mita hududiy organlari xodimlari uchun iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari, iste'molchi murojaati, axborot tizimi va xalq qabulxonalarida hamda murojaat.gov.uz portali orqali ro'yxatga olingan murojaatlar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari va shaxsiy moliyani boshqarish yuzasidan tegishli bilim va ko'nikmalar berishdan iborat edi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarining takliflarini ham bildirishdi. Dovudxon G'ulomjonov, Jamshid Ibrohimov, Ovozi informatsion dasturi uchun Toshkent.